Yaqinlarim, assalomu alaykum sizlarga. Toshkent Bo'stonliq tumanidan 6 soti 2 yevro qaranglar hovlini hozir bir obzor qilaman. Ko'pchiliginglar menga zo'rini olib ber, dahshat bo'lsin, ichida hamma narsasi bilan bo'lsin dermidinglar. Mana, пожалуйста, kelinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Har bir bandaga bundan-da zo'rlari nasib aylasin. Mana bunaqa kachelasi borlar tez sotilib ketyapti. Bilardinglar, bu yerda qo'ygan edik, ikkita u yog'i Ro'shan akaniki, akalarniki sotib bo'lganlar. Hamma jihozlarimdan mana 12 ta odamga stol, ustul, barbekür hammasi qoladi. Tashqarida sanuzel xonasi, basseyn, sauna, kanalizatsiya hammasi bor. Bu qatta desanglar shundoq yo'l yoqasida Sharq balig'ini oldidan kirib kelganda 100 metr ko'chadan kirib kelasizlar. Bu yoqda отдельно o'zligiga shlagbaumli xod qilishgan, klimatlar mana ishlab turibdi. Bu yoqdan yuramiz. Zo'r. Bir chekkadan qaranglar, basseyn. Kelinchi operator oynalarni hammasi ham zimniy yopiladi, ochiladi. Palov atapleniyalarigacha bor. Isitgan qilib qishin yozin mazaga cho'miladigan qilingan. Bu yoqda bolalar uchun mana bu yerda mana filtrlar ishlab turibdi. Bu yoqda sauna. Kelinchi operator. Rossiyskiy sauna. Hali sveji. Bu yoqda sanuzel xonasi. 2 etaj, 5 ta xona. Bu yoqdan ham kirsa bo'ladi. Hozir bu ko'rsatib beramiz. Mana tennis xonasi. Yuring operator, endi oldidan kiraveramiz. Yoqdimi? Yoqqan bo'lsa bitta like. Yaqinlarim, shaxsan sizga ham dachalaringiz bo'lsa, uy joylaringiz bo'lsa, sotish kerak bo'lsa, sotib beramiz. Yaqinlarim, bu joylarimizni narxlarini aytaman. Bitta pochkani olib olingda, kelsangiz Mametga o'tirib olib, ikkaloyinglar tetma-tet gaplashib olasiz. O'sha qiziq. Bizning kanalda o'rtakash yo'q, dallol yo'q. Makleri yo'q, o'zingizlar gaplashib olasizlar. Hamma jihozlari bilan. Men bu posudalarni ham Yaponiyalardan qattandir chaqirtirganman deyaptilar. Zo'r. Hozir tepadan yo'lga yaqin xolodilnik hamma narsa qoladi. Operator bu yoqda bir qadam ko'rsatib yuboramiz. Orqasida havo almashadigan mana bu joylar qilib qo'yganlar. Zo'r. Yuring, operator. O pichoqlarni ham qaranglar, hammasini chet eldan chaqirtirganlar. Pichoqlarni qaranglar. Tars qiladi, qarang, chotki. Metallari ham zo'r ekan. Yuringlar. Bu karaokelari ham hammasini zamonaviysini olib kelganlar. Bilyardxona, bu yoqdan ham kirsanglar bo'ladi. Tennis xona degani, bular tennis qo'yib qo'yibdilar. Yuringlar. Birinchi etajda bitta yotoqxona, tepada 4 ta xona. Bu yoqda mana hammani apparatura, duh konturni katyollar zamonaviy. Bu yoqda kattalar uchun yotoqxona, hamma mebellari bilan qoladi. Mebellarni ham qaranglar. Jabr zamonaviy ekan. Yuringlarchi, ikkinchi etajga chiqamiz. Mana bu televizor, mebel, hamma narsa qoladi. Yuringlar, tepaga chiqamiz. Yaqinlarim, mana ikkinchi etajga ham chiqib oldik. Shunda chiqqanimizda chap qo'lda katta yotoqxona, ichida sanuzel xonasi bilan dushovoy joylari bilan qaranglar qanaqa joy. Shundoq mana orientirni qaranglar, Sharq balig'i yonimizda. Mana basseynlar qo'yib qo'ygani baliq. Ro'parada sharshara mana shundoq yo'lni bu yog'ida joylashgan. Ikkita yonma-yon dacha, bitta sotilgan. Yuringlar, tepada 4 ta yotoqxona. Bemalol olsanglar mijozlarga to'ldirib beramiz. Kompaniyalarga zo'r ekan. Startiviy narxini bu joyi butun hamma narsasi bilan 6 soti 5 ta xona. Qaranglar. Zo'r. Bu yoqdan ham chiqadigan balkonga xod bor. Bu yoqni hamma perilalarni olib kelib qo'yilgan. Xudo xolasa ustalari mana qo'yibdi. Kreplenalarni o'zi qotirib qo'yishgan mana. Hammasini yopib qilib beriladi. Yuring operator. Balkon bo'ladi yo. Startiviy narxini 220 ming deyaptilar. Kami bor. Mana bu konditsionerlar bormi? Hamma jihozlari qoladi. Zo'r, qaranglar hovlini ham go'zalligini.
Layklarni bosamiz, podelitsiya qilamiz, har bir bandaga nasib aylasin. Mana bu yoq ham kattagina yotoqxona, panorama romlari bilan qaranglar. Zo'r. Bu yoqqa qancha pul tikib yuborishgan. Prosta pul zarurligiga kelishtirib berishyapti. Zo'r. Tepada 4 ta, pastda bitta, yana katta hol. Bu yoqqa ham kirdikmi? Qaranglar. Shundoq sharshara ko'rinib turadi oldinglarda. Ro'pparanglarda sharshara mana. Toshkentdan Bo'stonliqqa ketaverish. Kanalga obuna bo'linglar. Srochno olib qo'yadigan joyi savdolashib, balkim yarim yolchisini berib, yog'ini oymoygan, balkim gaplashsa bo'lar. Pastda egasini nomeri. Xizmatlar bo'lsa, bizning O'zbekim uylari kanalimizga, komandamizga tepadan nomerlarimiz. Layklarni bosib, bitta obuna bo'lib qo'ying, ketdik biza.